Saudiya Arabistonida uzunligi 170 kilometr bo'lgan, balandligi esa 500 metr, enigi esa 200 metr bo'lgan liniya ko'rinishida shahar barpo etilyapti. Bu shahar haqida men sizlarga to'liqroq aytib beraman, undan oldin esa obuna bo'ling. Bu shaharda birinchi navbatda infratuzilma emas, balki insonlarning yaxshi yashashi birinchi o'ringa qo'yilgan. Chunki bu yerda yo'llar va avtomobillar bo'lmaydi. Buning o'rniga shaharning o'rtasidan tezyurar poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilgan. Hamda shaharning u boshidan bu boshiga 20 daqiqada yetib olishingiz mumkin. Hayot uchun zarur bo'lgan barcha kerakli narsalar siz yashab turgan yerdan 5 daqiqalik masofada joylashgan bo'ladi. Bu shahar qurib bitkazilgandan so'ng 9 million aholini o'z bag'riga sig'dira oladi. Xabarlarga ko'ra 2030-yilga bu shaharning birinchi etapi qurib bitkazilar ekan. Bu loyihaning nomi esa The Line deb nomlandi. Agar sizda shu shaharda yashash imkoniyati bo'lganda yashagan bo'larmidingiz? Izohlarda javobingizni kutaman.